Assalomu alaykum va rahmatulloh birodarlar, xabaringlar bor. Yaqinda Madina Islom universitetiga 2022-yil hujjat topshirib, nomzod bo'lgan birodarlarimizni pochtalariga saytga kirib, akkauntda ba'zi o'zgartirishlar qilishligi so'ralgan. Viza bilan, pasport bilan bog'liq o'zgartirishlar qilishlari so'ralgan. Hozir shuni bitta birodarimiz akkauntida ko'rsatib beramiz. Buning uchun login parolni terib akkauntga kiriladi va akkauntga kirilgandan keyin mana bu holatda bo'ladi. Bu yerda eng pastga tushsanglar, arizani holatida congratulations, you have been accepted to the Islamic University of Medina. Tabriklaymiz, siz Madina Islom universitetiga qabul qilingingiz deb yozib qo'yibdi. Bu 2022-yil topshirilgan birodarlarimizniki, qabul murashshah bo'lgan birodarlarimizni akkaunt ko'rinish. Mana bu qismlar keyinchalik ochiladi, viza, bilet qismlari. Ungacha bo'lgan boshqa ikkita qism bor. Hozir mana shular ochiq. Bu yerda nima qilishimiz kerak? Ikkinchi qismdan boshlaymiz. Pastdagidan mirfaqatul mahalul ilmiy. Bu yerda siz shu o'qishni bitirgansiz, maktabni, shu attestat yoki diplom, kollejda diplom bo'lsin, birinchi marta topshirgansiz va hozirda sizda boshqa bir attestat bor yoki o'sha attestatingizni to'liq topshirmagansiz, ya'ni oxirgi kurs bo'lishingiz mumkin yoki endi bitirayotgan 11-yil bo'lishligingiz mumkin va hali attestatni to'liq o'zini olmagan holatda topshirgansiz birinchi marta. Bu yerga shuni to'lig'ini yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Yoki kimdirlar 9-niki bilan topshirgan, birinchi marta topshirganda va hozir 11-sinfda attestati ham bor, ularda bu yerga 11-sinfda attestatini yuklab qo'yishlari kerak bo'ladi. Agar hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, shu eski holatda qoldiriladi. Bu qismiga tegmaganinglar ma'qul. Birinchi qismiga o'tamiz. Birinchi qismida bu yerda asosan pasport ma'lumotlari va vizani olinadigan joy belgilanadi. Agar o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zgartirasizlar. Bo'lmasa, bu yerga ham tegmaganinglar ma'qul. Xo'p, mana bu birodarimiznikini biz Dubay qilmoqchimiz. Hozir kirib ko'ramiz pasport ma'lumotlarini. Mana bu yerda ba'zi bir ta'limotlarni berib o'tgan. Ta'limatut taqdim li talibil ladzi laysa ladayhi raqamun jami'iyyun. Hali universitetda talib raqamini olmagan topshiruvchi, ariza topshiruvchi uchun ba'zi bir ta'limotlar. Birinchisi, yajibu idxalul ismi mutabiq lil ismil mavjud fil javaz. Ismni pasportda qanaqa bo'lsa, shunaqa kiritish kerak deyapti. Bitta harfi ham o'zgartirmaslik kerak. Ikkinchisi, yajibu idxalu raqamil javaz kama huwa musajjil fil javaz. Pasport raqamini ham pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, shu holatda kiritish kerak deyapti. Uchinchisi, idza kana ladayka javazun qadimun va jadidun fasajjil bayonatil javazil jadid. Agar sizda ham yangi ham eski pasport bo'ladigan bo'lsa, iltimos yangi pasportni ma'lumotlarini kiriting deb aytgan. Talini bosamiz, keyingi qismi. Bu yerda mana pasportda yozilganmi ism bo'yicha shuni tekshirishimiz kerak. Xo'p, pasport bo'yicha yozilgan bu birodarimizniki. Keyingi qismiga o'tamiz va pasport raqami pasportdagi bilan bir xilmi? Va pasport berilgan vaqti va tugash sanalari bir xilmi? Ha, bir xil bu birodarimizniki. Talini bosamiz. Mana bu yerga pasportni yuklashimiz kerak. Suratu javazi safar. Hajmul malaf yajib an yakun aqalla min 2 miga deyapti, ya'ni megabayt. Yuklaydigan fayllaringiz rasm ko'rinishida bo'lishi kerak va 2 megabaytdan oshmasligi kerak. Mana bu birodarimizga tayyorlab qo'yganmiz. Tagida aytyapti: "Alayka an tataakkada min anna al-isma va raqam al-javaz mutabiq tamaman li jawazi safarik." Yana ta'kidlashtirib aytyapti, ismingiz va pasport raqami bir xil bo'lishi kerak deyapti. Mana shu yerdan ham tekshirib olsak bo'ladi. Bu birodarimizniki bir xil. Mana yana qayta tekshiryapmiz. Sizlar ham yuklayotganda tekshirib olsanglar bo'ladi. Chunki aytayapti-ku, ay ixtilafin walau fi harfin wahidin yumkinuka yamna'uka min al-istifadati min at-tashira. Har qanday o'zgarish deyapti, har qanday farqlilik, hatto bir harfga bo'lsa ham deyapti, sizlarda viza olishinglardan to'sib qo'yishligi mumkin deyapti. O'shaning uchun birodarlar, diqqat bilan erinmasdan qayta tekshirib chiqinglar. Ism va pasport raqami aynan pasportinglarda qanaqa bo'lsa, shu holatda bo'lishligi kerak.
Mana tekshirib bo'lgandan keyin ta'likni bosamiz va bu yerda aytyapti axtir makan istilamil tashira, viza oladigan joyni belgila deyapti. Bu birodarimiz bizga Dubaydan olishlikni aytishdi. O'shaning uchun biz nimani belgilaymiz? Al-Imoratul Arabiyatil Muttahida va Dubayni belgilaymiz. Mana shunda yozasizlar. Mana kim Dubayni belgilamoqchi bo'lsa, uje ochganinglarda Saudiya, Urdun, Afg'oniston, 4-si Al-Imoratul Arabiyatil Muttahida turibdi, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari. Va pastda Sifora degan joyga Dubay bor, ikkinchisi Abu Dhabi birinchisi, ikkinchisi Dubay. Shuni bosasizlar. Keyin ta'likni bosasizlar. Aytyapti I certify that information entered are correct. Men guvohlik beraman, kiritilgan hamma ma'lumot to'g'riligiga guvohlik beraman deyapti. Buni galochkani bosib, keyin pastda irsal va ta'kidil qudum alal faslil qodim, jo'natish va keyingi semestrga kelishlikni ta'kidlash. Ya'ni sizlar rozi bo'lyapsizlar, keyingi semestr uchun sizlarga viza jo'natadi. O'shani ta'kidlashtirib bosamiz. Bismillah.